Assalomu alaykum, hurmatli bankimiz mijozlari. Bugun siz bilan biz muhtaram prezidentimiz tashabbusi tashkil etilgan 3 tajribasi asosida tashkil etilgan uchrashuvda yig'ilib o'tiribmiz. Bu uchrashuvdan ko'zlangan maqsad bitta. Siz fuqarolarni masalalaringizni yechgan holda bir muammolaringizni hal etish orqali ish o'rinlarini yaratish. Marhamat, kimda qanday taklif yoki muammo bo'lsa, savollaringizni so'ramangiz. Banklarimizda qanaqa kredit mahsulotlari bor, qanaqa kreditlar mavjud, tushuntirib bersangiz. Marhamat, o'tiring. Sizni bu savolingizga javob beradiganimizda bankimizga 10 ta mahalla biriktirilgan bo'lib, o'sha 10 ta mahallaga o'zini o'zi bank qilish orqali mikroqarzlarimiz mavjud, bular mahalla loyihasi, bizga ko'mak degan kreditlarimiz mavjud. Bu masalan mahalla loyihasi krediti 5 yillik kredit bo'lib, 2 yil imtiyozli davr bilan 50 million so'mgacha beriladi. Bundan faqat fuqarolar o'zini bank qilish guvohnomasi talab qilinadi. 3 bank ish kunidan kechiktirmasdan chiqarib beriladi. Ayol kishiga 23, erkak kishilarga 25% dan ajratiladi. Bizga ko'mak kreditimiz esa 4 yillik bo'lib, 6 oylik imtiyoz davri bilan bu ham xuddi o'shanga 23% ayollarga, 25% erkaklarga men o'zini o'zi bank qilgan holda guvohnomasini chiqarib beramiz. 3 kundan kechiktirmaydi.